Yoshlar orasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar tarqalishining oldini olish oyligi doirasida Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutida yoshlar o'rtasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar tarqalishining oldini olishga qaratilgan targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Mazkur tadbir joriy yilning 1-fevraldan 1-mart kuniga qadar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan yoshlar orasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar tarqalishining oldini olish oyligi doirasida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari ishtirokida o'tkazildi. Unda talaba yoshlar, professor o'qituvchilar hamda soha mutaxassislari qatnashdi. Tadbir davomida giyohvandlikning inson salomatligi, ongi va kelajagiga yetkazadigan jiddiy zararli oqibatlari, uning jinoyatchilik bilan uzviy bog'liqligi hamda yoshlar hayotini izdan chiqaruvchi omillardan biri ekani alohida ta'kidlandi. Targ'ibot jarayonida mavzuga oid videorolik va ko'rgazmali materiallar namoyish etilib, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, zararli odatlarga qarshi murosasiz munosabatni shakllantirish, ularning huquqiy, ongi va madaniyatini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Tadbir so'ngida talaba yoshlarning mavzu yuzasidan qiziqtirgan savollariga mutaxassislar tomonidan batafsil javoblar taqdim etildi. Hozirda bu kabi targ'ibot tadbirlari joylarda davom etmoqda.